Islom Karimov bu hokimiyatga kelmadi. Uni o'zi yaratdi. Boy oiladan chiqmadi, tayyor yo'l qidirmadi. O'z yo'lini o'zi ochdi. Yoshlik oddiy, orzular katta. Orzulari esa millatning orzulariga aylandi. Imperiya qulardi, tizim parchalanardi. U esa millatni ko'tardi. Mustaqillik bu uning uchun shior emas edi, bu zarurat edi. U hokim emas, muhandis edi. Davlatni xaritada emas, ongda chizdi. Poydevorni beton bilan emas, iroda bilan quydi. U so'z bilan emas, qaror bilan gapirdi. Qo'rquv ustidan kuch qurdi, vaqt ustidan tizim qurdi. U bilan bayroq balandlashdi. U bilan davlat mustahkamlandi. U bilan millat o'zini tanidi. Qonunlar qattiq bo'ldi chunki zamon yumshoq emas edi. Har bir qaror sharoitga javob edi. 25 yil vaqt emas, bu avlodlarning ongiga yozilgan kod edi. U kodni u yozdi. Qon bilan, vaqt bilan, iroda bilan. U ketdi, lekin u yozgan kod ishlashda davom etmoqda. Maydonlar, bayroqlar, qonunlar ular gapirmaydi, lekin seziladi.